Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan men Ish Plus loyihasi rahbari Dilmurod Yusupov va Ish Plus loyihasi koordinatorlari Matluba opa, Shahodat, Go'zal, imo-ishora tili tarjimonimiz. Rahmat katta bugun tarjima qilayotganingiz uchun. Olmazor ofisidan Sarvar Hasanov va Huquq Plus loyihasi, shu Huquq Plus nogironligi bo'lgan shaxslar uchun huquqiy web portalimiz yuristi Emomali To'yev. Emomali, assalomu alaykum, rahmat katta. Assalomu alaykum. Bugun ishtirok etayotganingiz uchun. Bugungi bizning vazifamiz anchadan beri bu Ish Plus loyihasi doirasida video chatlarni tashkil qilmagandik. Birinchidan sizlar bilan qayta aloqani tiklash va Ish Plus loyihasida qanday yangiliklar borligini gapirib berish. Men shu fursatdan foydalanib, Matluba sizga so'z bermoqchi edim. Qanday dolzarb vakansiyalarimiz bor hozir Ish Plusda? Ya'ni qanday ishlarimiz bor? Shu haqida bir qisqacha gapirib bersangiz. Rahmat. Assalomu alaykum hammaga. Aynan bugungi kunda ish izlovchilarimiz uchun qaynoq vakansiyalarni hozir o'qib o'tsam, birinchi navbatda Temir yo'llar konteyner aksionerlik jamiyati aynan nogironligi bo'lgan shaxslar uchun jismoniy nogironligi bo'lgan va yosh chegarasi 55 yoshdan tepada bo'lmagan ayol qizlarimiz uchun ikkita farrosh vakansiyasini e'lon qilgan. Bundan tashqari Telekom MCC aynan internet tarmoqlar bo'yicha xizmat ko'rsatuvchi Toshkent shahar Yashnobod tuman bo'limi call center operatorligiga bo'sh ish o'rnini tavsiya qilgan. O'zbek va rus tillarida erkin muloqot qila olish va kompyuterda mukammal ishlay olish, kompyuter dasturlarida va yozma shaklda hujjatlarni yuritishda o'zini salohiyati yaxshi bo'lgan ishtirokchilarimiz uchun bu ish o'rni bor. Bundan tashqari Uzpoltech Holding MCC bu Toshkent shahar bo'yicha va eksport qiladi qoplarni ishlab chiqarish bo'yicha mo'ljallangan bu zavod. Bu zavodimizda hozir 3 ta faol ish o'rni mavjud. Qop tikuvchi, qoplarni tezkorda pechatlovchi va aynan bu bo'limni ichidagi ofisning ishida laborant lavozimi bor. Aynan bu laborant lavozimiga kimyo texnologiya sohalari bo'yicha mutaxassisligi bo'lgan ishtirokchilarni taklif qilamiz. Bundan tashqari Produksiyon xususiy korxonasi bu aynan Sirdaryo viloyatida ro'yxatdan o'tgan, ammo loyiha injenerlar va arxitektorlarni onlayn ishga taklif qilyapti. Bu aynan bu kompaniya binolarni qurilishi va ularga texnik xizmatlar ko'rsatish bo'yicha o'z ishini olib boradi. Arxitektor va loyiha injenerlarini onlayn tarzda ishga taklif qilib, oylik maoshlar ham juda yaxshi. 3-3,5 milliondan oylik maoshlar boshlanadi. Aynan internet kompyuterda grafik dizayn va aynan uy-joy loyihalarini kompyuterda loyihalash bo'yicha mutaxassisligi bo'lgan ish izlovchilarni bu vakansiyaga taklif qilib qolamiz. Bundan tashqari Europark Toshkent MCC dastur operatorlarini ishga taklif qiladi. Bu aynan bu vakansiyaga zaif eshituvchilar va jismoniy nogironligi bo'lgan shaxslarni tavsiya qilamiz. Chunki dastgohda tikka turgan holda ishlashlariga to'g'ri keladi. Yana bitta qaynoq vakansiyani aytib o'tmoqchiman. Kontrapolis MCC aynan attraksion nazoratchilarini ishga taklif qilyapti. Bu ish vaqti soat 9 dan 6 gacha bo'lgan, 36 soatdan oshmagan holdagi ish o'rni bo'lib, oylik maoshlari 2,5 milliondan boshlanadi. Yana bitta aynan ish izlovchilarimiz uchun
kvotalangan ish o'rinlari va bundan tashqari ish beruvchilarning tashabbuslari bilan berilgan vakant ish o'rinlarini saytimizga joylaganmiz. Bemalol ish izlovchilarimizni o'zlari ham saytimizdan kirib bu vakansiyalar haqida batafsilroq ma'lumot olishlari mumkin. Yana Rahmat bir katta. narsani e'lon qilib o'tay. Aynan Marhamat. ish beruvchini tashabbusi bilan MONE MCH brendi ostida faoliyat yuritadigan tadbirkorimiz bor. U hozirgi kunda biz bilan ishlash xohishini bildirgan. Aynan plastmassa va yelim quvurlar ishlab chiqarishga mo'ljallangan bu zavod oylik maoshlari 3,5-4 milliondan boshlanadi. Yotoq o'rni va obed tushlik tashkilot hisobidan beriladi. Aynan ish izlayotgan larimiz uchun juda mos vakansiya deb o'ylayman. Bizga hozircha faol vakansiyalarimiz shulardan iborat. Katta rahmat Matlub opa. Bu Mirzo Ulug'bek Ishplus ofisidagi yangi o'sha qaynoqqina vakansiyalar haqida ma'lumot edi. Endi Sarvar sizdan so'ramoqchi edik, Olmazor ofisida qanday vakansiyalar bor dolzarb va shu haqida qisqacha ma'lumot bersangiz. Assalomu alaykum hammaga. Bugungi oqibatimizda biz tumanimizda e'lon qilingan vakansiyalar haqida o'qib eshitiraman. Birinchi vakansiyamiz radio aloqa ish markaziga farrosh vakansiyasi e'lon qilingan. Ish haqi kelishiladi. Shtat bo'yicha bu vakansiyamizga zaif eshituvchi ish bo'yicha nomzod shaxslar ko'rib chiqiladi. Keyingi vakansiyaimiz ham xuddi shu nomdagi vakansiya bo'lib, ya'ni radio aloqa va radio eshitish markaziga bino ishchisi vakansiyasi berilgan. Bu vakansiyaga jismoniy va zaif eshituvchi nomzod shaxslar ko'rib chiqiladi. Ish haqqi ham shtat bo'yicha beriladi ish haqqi. Keyingi vakansiyamiz hozirgi kunda dolzarb vakansiyamiz bu Luxtex MCH korxonasiga qadoqlovchi ayol vakansiyasi berilgan. Ya'ni bunda o'sha vakansiyalar ish vazifalari ishlab chiqargan mahsulotlar qadoqlash bilan shug'ullanadi. Ish haqqi kelishiladi. Va undan keyingi vakansiyamiz ham xuddi shu nomdagi vakansiya bo'lib, Luxtex MCH olingan vakansiya dazmolchi ayol. Bu vakansiyamizda o'sha mahsulotlarni qilinganlarni dazmol qilish kerak bo'ladi. Ish haqqi kelishiladi bu yerda ham. Va keyingi vakansiyamiz ham xuddi shu nomdagi vakansiya bo'lib, Luxtex MCH. Bunda tikuvchilik vakansiyasi bo'lib, bunda jismoniy nogiron shaxslar va eshitish bo'yicha zaif eshituvchi bo'lgan shaxslar ko'rib chiqiladi vakansiyamizga. Oylik maoshi kelishiladi. Bizda hozircha shular edi, chunki koordinatorimiz otpuskada bo'lgani uchun agar savollar bo'lsa vakansiyalar bo'yicha javob beraman. Katta rahmat Sarvar. Hozircha mikrofonni o'chirib tursangiz. Men endi bugungi o'zi chatimizning asosiy maqsadi o'sha biz KFC bilan hamkorlik qilayotgandik, hamkorlikni boshlagandik va KFCda o'sha markazda joylashgan bir restoranlarida aynan eshitish bo'yicha nogironligi bo'lgan shaxslar va jismoniy o'sha nogironligi bo'lgan shaxslarga ovqatlanish zalini tozalovchi xodimlar vakansiyasini berishgan bizga. Bu vakansiyani oylik maoshi 2,818,368 so'mdan boshlanadi. 2,800,000 so'mdan boshlanadi. Bu boshlanadigan oylik. Ya'ni siz agar shu bu eng nima deydi, vakansiya eng boshlang'ich vakansiya ekanda, shu vakansiyada ishga kirib, hattoki menejer lavozimigacha yoki boshqa katta lavozimlargacha ishlash mumkin ekan. Bu vakansiya ovqatlanish zalini tozalovchi xodimlar, ya'ni siz o'zingizni ko'rsatishingiz kerak bo'ladi va oylik eng boshlang'ich oylik ekan, o'sha 2,800,000 deganim. Va 2 oy davomida
sinov muddati sifatida sinashar ekan sizlarni, ya'ni bu vakansiyada. Ya'ni ovqatlanish zalini tozalovchi xodimlar. 18 yoshdan boshlab nomzodlarni qabul qilishar ekan bu vakansiyaga va keyin 2 oydan keyin, shu 2 oy davomida yoki 1 oy davomida o'zini ko'rsatgan xodimlar test, ya'ni imtihon qilinar ekan, imtihondan o'tgandan keyin oyligi ko'tariladi. Bu vakansiyani eng katta afzallik tomoni shu KFCda rasmiy ishga olishadi sizlarni. Rasmiy ishga olishgani degani, hozir mana xabaringlar bo'lsa, Imomali ham ma'lumot beradilar. Agar rasmiy stajinglar bo'lsa, kamida 1 yil, misol uchun nogironlik pensiyasini olyapsizlar. Shu eshitish bo'yicha nogironligi bo'lgan shaxslar ham. Ko'pchilik mana erkak kishilar parkovkada ishlashadi. Parkovkada ishlab, norasmiy, ularning mehnati himoyalanmagan, juda ham xavfli ishlashadi. Yozda issiq, qishda sovuq va juda ham qiyin ishlash. Lekin puli topish mumkin, to'g'ri bilaman, pul topasizlar, norasmiy daromad. Lekin yoshinglar katta bo'ldi, pensiyaga chiqdinglar deylik, o'sha yoshga doir pensiya. Kim sizlarga nima deydi, qo'llab-quvvatlaydi hayotingizda? Agar norasmiy ishlab kelayotgan bo'lsanglar, stajinglar bo'lmasa, kim sizlarga yordam beradi keyin, yoshinglar katta bo'lgandan keyin? Hech kim yordam bermaydi. Hozirgi imkoniyatlardan foydalanish uchun rasmiy ishga kirgan bo'lishinglar kerak. Va o'shanda pensiyalarni hattoki qayta hisoblatib olib, ko'paytirib olishinglar bo'ladi, nogironlik pensiyasini. Mana bizlarning xodimlarimiz ham 1 million yoki 920 ming so'm pensiya olishmaydi hech kim. Chunki staji bor. Staji bo'lganligi uchun qayta hisoblatib oladi. O'shaning uchun rasmiy ishga kirganligini foydasi boshqacha. Norasmiy ishga kirgandan ko'ra. Va restoranda biz ular bilan KFC bilan ishlayapmiz, ya'ni imo-ishora tilida o'rgatish xodimlariga, nogironligi bo'lgan xodimlar bilan ishlash ko'nikmalarini, shularni biz KFCga o'rgatmoqchimiz va KFC bilan hamkorlikda ishlamoqchimiz. Bu vakansiyada faqat biz yo'naltirayotgan o'sha ish izlovchilar o'zlarini ko'rsatib, bizani podvodit qilish kerak emas. Ya'ni bir kun ishga kelib, keyin kelmasdan yoki uzr, menga bu ish yoqmadi, boshqa parkovkaga qaytaman deb gapirmasdan, shunaqa gaplar qilmasdan agar davomiy ishlab ketsanglar, bu KFC kompaniyasi ko'p imtiyozlar bermoqchi. Agar o'zini ko'rsatsa odam. Keyin talabalarni afsuski ko'rib chiqolmaymiz deyishdi. Chunki talabalar o'qiydi, hamma narsa qiladi. Shuning uchun agar o'qiyotgan bo'lsangiz, tavsiya etilmaydi deyishdi talabalar. Faqat shu 18 yoshdan oshiq bo'lgan va ishlashga tayyor bo'lgan, o'sha KFC jamoasini bir a'zosiga aylanmoqchi bo'lgan odamlar bilan ishlaymiz deyishdi. Keyin yana bitta qiziq ma'lumot. Biz KFC Pokiston, ya'ni Pokistondagi KFC bilan ishladik. Ularni tajribasini o'rgandik. KFC Pokistonda har bitta restoranida kamida bitta kar va zaif eshituvchi odam ishlar ekan. O'sha tajribani O'zbekistonga olib kelmoqchimiz. Ya'ni agar mana bitta restoranda biz hozir juda ham yaxshi natijani ko'rsata olsak, ya'ni o'sha bizni yo'naltirgan xodimlarimiz mas'uliyat bilan yondashib ishini ko'rsatib bersa, KFC xursand bo'lsa, biza keyin boshqa restoranlarga ham ishga joylashga imkoniyat bo'ladi. Shuning uchun bu bizani tajriba sinovimiz. Shu masala bo'yicha qandaydir savolinglar bo'lsa, marhamat, bizni savol javob berishga tayyormiz. Birinchi qo'l ko'targan Tursuxay degan anaqaga beramiz. Tursuxay. Tunaydir. Tursunay. 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 Tak. God is in my heart. Marhamat.
Assalomu alaykum. Aha, Xayr aka, yaxshimisizlar, salomatmisizlar? yaxshimisiz? Qarang, hozir mana shu aytgan vakansiya bo'yicha hozir imkoniyatimiz cheklangan bo'lsa, bizni ham bemalol ishga olaveradimi? KFC vakansiyasi bo'yicha aytyapsizmi? Ha, shunday. Siz qayerdansiz? Toshkentdanmisiz? O'zingiz tanishtira olasizmi? Ismi sharifingiz Assalomu qayerdansiz? alaykum aka, yaxshimisiz? Men Yangiboy Donjot Guliston shahridanman. Bu vakansiya Toshkent shahrida. Bular Toshkent shahrida yotoq joy berishmaydi. Siz Toshkent shahridan kelib ishlay olasizmi? Mendagi borib ishlashga imkoniyat bor, lekin menda faqat nuqson oyoq bo'yicha, lekin yuraman bemalol qiynalmasdan. Aha. Lekin Siz borib ishlashga ham imkoniyat bor. asosiy vazifa o'sha restoranda mana mehmonlar kelganida hududida tozalik va qulaylikni ta'minlash, ya'ni stol-stullarni to'shin ovqatlarni yeb ketishadi-ku mijozlar. Ha. Shularni tozalash, hojatxonalar va unga tutash hududlarida tozalikni saqlash o'z ichiga oladi deyapti. Ya'ni zal xodimi shu narsalarni qilish kerak. Shu qila olasizmi shu ishlarni? Yo'q, aka, men o'zim mana Gulistonda bir yarim yil lavash burgerda ishlaganman. O'sha bo'yicha bemalol ish yurita olaman-da. Toshkentda Hozirgi qanaqa kunda lekin boshqa yerda qatnamoqchisiz? ishlayapman. Gulistonda Toshkentda ishlamoqchiman. qanaqa yashash joyingiz bormi Toshkentda? Ha, bor. Sal chekkaroqda, lekin bor. Bu bizani aytayotgan restoranimiz markazda joylashgan. Siz ishlay olasiz, bo'lmasam qatnab. Qarang, men hozir menda yashash joy kvartira Sergeli taraflarda. Bu qayerda? Bu markaz joyda. Amir Temur xiyoboniga yaqin joyda. Ha, men o'sha ish vaqtiga yaqin yetib kela olamanku. Ish vaqti nechigacha ekan? Men kechikib qolish ehtimoli ham bor-ku. Ketishim bor. Ish vaqti smenalik. Birinchi smena menimcha Matlub opa, sizda aniq ma'lumot bor edi shu haqida, smenalarni. Bu soatli ish. Agar soat 8 da ishni boshlasangiz, o'sha soat 5 gacha yoki 4 gacha bo'lgan vaqtda ishlaysiz. Lekin o'zingiz bilasiz, nogironligi bo'lgan shaxslarga haftasiga 36 soatdan oshmagan ish vaqti belgilangan. Lekin oylik maoshlari 40 soatga tenglashtirib to'lanadi. Agar sizda nogironlik holati jismoniy bo'ladigan bo'lsa, Sergeliga yaqin hududlarimizda zavodlarimiz bor. Xitoy, Rossiya, O'zbekiston qo'shma korxonasi bor. Transportlari bor. Belgilangan yo'nalishlar bo'yicha oylik maoshi 3,5-4 milliondan boshlanadi. Sizni bemalol o'sha hududdagi jut vakansiyalarimizga yo'naltirsak bo'ladi. Qarang, men hozirgi kunda elektrik bo'lib ishlayapman-da, Guliston shahrining o'zida. Bo'lsa oyligi kam bo'lgani uchun men boshqa ish qidiryapman. Menga shu elektrik yo'nalishi bo'yicha o'sha zavodlarda ish bormi? Menda stajim bor, elektrik bo'yicha stajim ham bor, 8 yillik stajim bor. Akajon, qarang, bizni telefon raqamimiz bor-da. Hozir ovozli chatimiz vaqtimiz cheklangan 1 soatga. O'shaning uchun qolganlarni ham shu KFC bo'yicha savol bo'lsa, 0708 raqamimiz bo'lsa, ishlab ketdi ma'lumot xizmatimiz. Matlub opa bilan aloqaga chiqasiz. Batafsil sizga. Ha, bilaman. O'sha 818 818 0708 raqamiga qilsangiz yoki ish plus pastki chiziqcha infoga yozsangiz Telegram orqali albatta mana sizga xizmat ko'rsatishadi. Shu Sergeli tumanidagi vakansiyalar bo'yicha batafsil ma'lumot ola olasiz. Bo'ldi, tushundim. Rahmat. Rahmat katta. Xo'p. Keyingi tinglovchimizga o'tamiz. Tak. Liderlar jamoasi 96 Jizzax viloyati. Yaxshimisiz, charchaysizmi? Uzr, men ham vaqtim bo'lmayotganidan telefonga kirolmayotgan edim. Vakansiyalar bo'yicha telefon qilgandim bo'yni, faqat Toshkent shahrida bo'lsangiz tavsiya beramiz deyishdi. Axir men ham o'zi Jizzaxdan bo'lsam borib ishlayman deyapman, lekin yotoqxonasi bo'lsa yaxshi bo'lardi deyapman-da. Yotoqxonali vakansiyalarimiz bormi bizda, koordinatlarimizni so'raymiz. Yo'q, hozir telefon qilib shu aytishdi. Bizda unaqa variantlar yo'q deb telefon qilganimda shu aytishdi. Bizda hozir yotoq o'rinli bo'lgan ishlab chiqarish zavodlarimiz bor.
u yerda yotoq o'rni uch mahal o'qib beradi. Faqat sizni nogironlik holatingiz u yerda ishlashga to'g'ri kelsa, biz o'sha zavodlarda bo'sh ish o'rni ochilishi bilan saytga joylaymiz yoki siz biz bilan aloqa qilib tursangiz, biz sizni u yerga taklif qilishimiz mumkin. Men o'zim ishlaganman tekstilda, cheska bilan shunda ishlaganman. Ozgina bo'lsa ham yarim yillik stajim bor lekin. 2 yillik emas, yarim yillik stajim bor lekin. Bo'ladi. Siz biz bilan bog'lanib tursangiz, imkon qadar kelasi hafta jumalarga qarab bog'lansangiz, biz yotoq o'rni bor joylarni ro'yxatini qilib sizga ma'lumot berishga harakat qilamiz. Katta rahmat. Uzr, men mikrofon o'chirib turishga majburman, chunki vaqtimiz cheklangan. Yana bir marta takror etmoqchi edim, biz Ishplus loyihasi hozircha faqat Toshkent shahrida faoliyat yurityapti va biz yotoqli joyi bor ish beruvchilar bilan gaplashishga harakat qilamiz. Va albatta Ishplus Telegram kanalimizda va web portalimizda o'sha har bitta vakansiya bilan batafsil tanishib chiqish imkoniyatingiz bor va har bitta vakansiyasiga o'sha vakansiya imkoniyatlari degan joyda yotoq joyi bormi yo'qmi shuni ham ko'rsatamiz, to'g'rimi Matluba opa? Ha, albatta, barcha ma'lumotlar kiritiladi u yerda. Rahmat katta. Keyingi tinglovchimiz Tursunay. Tayyormisiz, Tursunay? Yoki video yoqasizmi? Agar eshitish bo'yicha nogironlik bo'lgan shaxs bo'lsangiz, video yoqib savolingizni bering. Eshitish bo'yicha Tursunoy. Videoni yoqish bilyaptilarmi yo'qmi? Bilmayaptilar shekilli. Tak. Tak, Dinoraga so'z beraman. Qarang, hozir Dinora gapirmasdan turib, men aytmoqchi edim, go'zal tarjima qila olasizmi? O'sha Telegramda kamera tugmasi bordi. Kamera tugmasini bosish kerak va kamera tugmasini bosib savol bersanglar bo'ladi. Shu kar va zaif eshituvchi ish izlovchilarimiz. Dinora, marhamat. O'zingizni tanishtirib, qisqacha qayerdansiz va nima savolingiz bor? Assalomu alaykum, Ishplus a'zolari. Men Toshkent shahri Yangi Hayot tumani Sputnik birda yashayman. Nogironligim jismonan, oyoqda muammo bor. Ma'lumotim oliy, Matluba opa taniydi. Hozir ana masalasida pensiyani ko'paytirish masalasida savolim bor edi. 3 yil kollejda o'qidim, 4 yil universitetda o'qidim, 2 yil maktabda ishladim. Yaqinda o'sha anaga raisabizga murojaat qildim. Bu anoz bilan deydi, pensiyangiz uncha o'zgarish bo'lmaydi, gidita yana 2 yillar ishlang, keyin biroq o'zgarish bo'lishi mumkin dedi. Bu haqda qanday ma'lumot bera olasiz? Dinora, rahmat katta savolingiz uchun. Juda ham dolzarb savol. Men bu haqida ham gapirgandim boshida. Imomali savolga javob bera olamizmi yuridik tomondan? Pensiyani qayta hisoblash bo'yicha. Assalomu alaykum. Pensiyani hisoblab kitob qilish shartlari bor. Bu bo'yicha fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonun bor. Bu qonunda demak pensiyani qayta hisob kitob qilish shartlari bor. Qarang, siz hozir ayta olasizmi? Ya'niki men hozir sizni sal tushunmay qoldim. Qanaqa holatda pensiyani qayta hisob kitob qilish mumkin dedingiz? Men Bolarovda nogironman. Mana nogironligi bor shaxslarga 2 yil davomida ishlasa, pensiyasini qayta hisoblab, o'sha oyligiga nisbatan ko'paytirib beriladi deydi-ku. Xo'p. Hozir siz demak Hozir gapimni tugatib oling. Eshitganman, universitetda o'qigan vaqtlarim ish stajiga o'tadi deb eshitganman-da. Universitetda o'qigan paytingizmi? Yo'q, men hozirda aytaman. Universitetda 4 yil o'qidim. Kollejda 3 yil o'qidim. 2 yil maktabda ishladim. Shunda jami 9 yil bo'lyapti agar hammasini qo'shganda. Men pensiyamni qayta hisoblatib ko'paytira olishim mumkinmi? Qarang, opajon, men sizga pensiyani qayta hisob kitob qilish shartlarini aytaman. Agar sizga to'g'ri keladigan holat bo'lsa, bemalol misol nima qilsangiz bo'ladi. Bu bo'yicha hozir men tushuntiraman yana sizga. Demak, 49-moddasi bor. Fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunda ular quyidagilar. Misol uchun bittasi
nogironlik guruhi o'zgarganda, ya'niki nogironlik guruhi o'zgarganda pensiyani qayta hisob kitob qilish mumkin. Yoki pensiyani hisoblashning bazaviy miqdori o'zgarganda, ya'niki misol uchun hozir pensiyani hisob kitob qilishning bazaviy miqdori hozir 920 ming so'm. 1-avgustdan yana prezident farmoni bilan o'zgaradi, xudo xolisa. 1-avgustdan kuchga kiradi u. Ana shu o'zgarganda yoki yoshga doir eng kam pensiya miqdori o'zgarganda, bu ham 1-avgustdan o'zgarish bo'lishi mumkin. Xo'p, yana pensioner pensiya miqdoriga ta'sir ko'rsatadigan qo'shimcha hujjatlarni taqdim etgani, misol uchun bunga nimalar bo'ladi? Demak, ish staji yoki ish haqi o'zgarganligi to'g'risidagi ma'lumotlar. Misol uchun sizda o'sha ish stajingiz ko'paysa yoki demak ish haqi to'g'risidagi boshqa ma'lumot bersangiz, misol uchun pensiyaga chiqayotganda 5 yillik agar bilsangiz pensiyaga chiqayotganda agar 5 yillik o'sha ish stajingizni xohlaganini, misol uchun oyligingiz eng ko'p bo'lgan davrni bersangiz bo'ladi. O'shalarni siz taqdim qilsangiz qayta hisob kitob qilish mumkin. Yoki qarang, birinchi va ikkinchi guruh nogironlik pensiyasi tayinlangandan keyin 1 yil ish stajiga ega bo'lsangiz, demak arizangiz asosida ish staji va ish haqi inobatga olingan holda pensiya har 2 yilda bir marotaba qayta hisob kitob qilinadi. Demak, hozir sizni nimangiz sal to'g'ri kelyapti mana shu bandga. Qarang, bu bo'yicha demak ish stajingizdan kelib chiqqan holda amalga oshiriladi bu narsa. Bu bo'yicha siz qaysi tumandan siz o'zingiz? Geografiya. Yangi hayot tumani Abdulla. Yangi hayot tumanida budjetdan tashqari pensiya jamg'armasi bor. Ya'niki Yangi hayot tumanda har bir tumanda u bo'limlari bo'ladi. Ariza bilan borib murojaat qilsangiz bo'ladi. Demak, o'sha qonunni Bo'ldi, men sizni tushundim. Qolgan hujjatlarni o'zim bilaman. Yana bitta savolim bor, oxirgi savolim. Dinora, yana qo'shimcha qilsam maylimi? Dinora, qo'shimcha qilsam maylimi Hozir men bitta narsa aytib olayda. Nima uchun nogironlarga faqat past tabaqadagi ishlar chiqadi? Nima u jamiyat eng musor past a'zolarimi shunda? Qayerda bo'lsa hojatxona tozalash, musor tozalash, nimaga shunday? O'zi bir zaif institutchi qiynalib yursa, kimdir ko'zi ojiz bo'lsa, kimdir kambag'al butun umr davolanib yursa, nima uchun davlat muassasalarida katta stolda o'tiradiganlar hech bo'lmasa o'ziga sekretar, yordamchi, qanaqadir ishlarga olmaydida, faqat qayerga borsak, falon joyda supuruvchilik ishi bor, pismadon joyda tozalash ishi bor. Nimaga shunday? Nimaga nogironlarga past nazar bilan qaraydi? Shunda biz O'zbekistonning musor fuqarosiga kiramizmi? Dinora, qarang, bu savolingizga men javob beraman. Siz o'rinli savol berdingiz. Biz bu savol bilan har kuni ishlaymiz. Ya'ni nima sababdan nogironligi bo'lgan shaxslarga past tabaqali va past maoshli ishlarni taklif qilishadi. Farrosh, qorovul, boshqa. Bu adolatsizlik. Men sizning gapingizga 100% qo'shilamiz. Bu o'sha jamiyatimizda shakllangan, ya'ni nogironligi bo'lgan shaxslarga nisbatan qandaydir bir noto'g'ri qarash deb aytsa ham bo'ladi. Ya'ni nogironligi bo'lgan shaxsga bu past malakali odam, bunga mana shunaqa vakansiya berib qo'ysak bo'laveradi degan azaldan kelib tushgan bu munosabat bilan bog'liq to'siq. Biz shu to'siq bilan ishlayapmiz. Ya'ni mana qanchadan qancha oliy ta'lim muassasasini bitirgan, yiliga o'rtacha 1000 ta odam bitiryapti. Birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan yoshlar. Ularga ham yo'q ish, misol uchun. O'shaning uchun bu dolzarb muammo. Biz afsuski mehnat bozorini bir kunda o'zgartira olmaymiz. Ya'ni mana nogironligi bo'lgan shaxslar, lekin biz nima qila olamiz? Nogironligi bo'lgan shaxslar ham o'z malakasini ustida ishlab, zo'r ishlarda bilan ishlayotganini ko'rsatsak, bunda ular nogironligi bo'lgan shaxslarga nisbatan fikri ham o'zgaradi. Bular ham mana dasturchi bo'la olar ekan, bu boshliq bo'la olar ekan yoki menejer bo'la olar ekan deb vaziyatni muvaffaqiyat hikoyalari orqali jamiyatni o'zgartirishimiz kerak-da, tasavvurini. Hozircha tasavvurda faqat farrosh, siz aytganingizdek. To'g'ri tushundim, lekin o'shani farroshda qanday o'zini ko'rsatish mumkin? Masalan, yaxshi hovli supuryapti, buzur bo'lib ketadi. Kelajakda bundan ham katta farrosh qilaylik. Buning uchun qanaqadir misol uchun biz bir nechta banklarga joyladik nogironligi bo'lgan shaxslarni menejer sifatida. Ya'ni katta boshqa lavozimlarga ham joylayapmiz. Ya'ni nogironligi bo'lgan shaxslar o'z, misol uchun oliy ta'limli bo'lsin, o'z ustida ishlasin, malakali bo'lsin, keyin katta ishlarga topshirsin. Chunki raqobat kuchli-ku bu mehnat bozorida. Faqat malakasini oshirish orqali biz erisha olamiz doimo va ish beruvchilarning munosabatini o'zgartirish. Ya'ni siz nimaga faqat past malakali ishlarni taklif qilyapsiz deb biz ham so'raymiz ish beruvchidan. Chunki nogironligi bo'lgan shaxslar hamma narsaga qodir, odam, u ham inson ishlaydigan.
Allohning bandasi. Masalan, ma'lumotim oliy, lekin hech qanaqa bir normal ish topganim yo'q, to'g'risi. Qarang, Mana Dinora, Toshkentda man birinchi savolingizga nisbatan yana qo'shimcha qilmoqchi edim. Ish plus kanaliga obuna bo'lgansiz. hammasiga obuna bo'lganman. Qarang, man Huquq plus web Aha. Huquq plus web portalimizda biz huquqiy maqola chop etgandik. Nogironlik pensiyasini qanday qilib qayta hisoblatish mumkin degan ichkarigacha o'sha sizni barcha savollaringizga o'sha yerda javob topa olasiz. O'sha maqolani o'qib, havolaga bosib kirsangiz, batafsil ma'lumotni berganmiz. Audio shaklida ham, matn shaklida ham batafsil o'rganib olsangiz bo'ladi. Hattoki o'sha byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasini ham ma'lumot kontaktlari ham bor hammasi shu yerda. Oxirgi savolim sizlarni Uzr, Dinora, men sizga savol bera olishim. To'xtamaydi. Faoliyatimiz to'xtamaydi, davom etadi. Xudo xolasa. Rahmat bo'lsin. Agar qo'llab-quvvatlash bo'ladigan bo'lsa, biz qo'llab-quvvatlaymiz. Chunki nogironlarni ish bilan ta'minlayotgan bizda sizlarda jonliroq ko'rdim, bordim. Juda ko'p joyiga bordim. Nogironlar ishi bilan ta'minlaydigan kostyum kiyib olgan chiroyli odamlar bilan sizga zo'r ish topamiz, faqat kutib turing, yozib oladi. Ism, familiya, manzil, telefon nomeri shu bilan yo'qolib ketadi. Men bitta sizlarda jonliroq shu narsani ko'rdim, shuning uchun bu tashkilotlaringiz yopilishiga men qarshiman. Agar qayerdadir borib sizlarga ovoz berish kerakmi yoki yonlaringizda olish kerak bo'lsa, biz tayyormiz. Yo'q, biz mana shu o'tgan yil 1-maydan boshlab 300 dan oshiq nogironligi bo'lgan shaxslarni ish bilan ta'minladik. U yerda past tabaqali ishlar emas, har xil ishlar bor. Ham banklarda bor ishlar, ham ishlab chiqarishda, ham xizmat ko'rsatishda. Biz shuni harakatidamiz. Yanada ham ko'proq nogironligi bo'lgan shaxslarni ishga joylashish. Faqat sizlardan ham qandaydir mas'uliyat, ya'ni biz yo'naltirdikmi ishga? Ko'pchilik misol uchun 57 kishi yo'naltirgan bo'lsak, ishlamasdan qaytib ketgan yoki umuman ish beruvchiga gapirmasdan tashlab ketgan ishini. Biz chunki o'zimizni yuzimizni ham qo'yapmiz-da ish beruvchi bilan ishlatayotganda. Keyin ish beruvchi nima deyapti? Ish beruvchi, bu nogironlaringiz kerak emas menga. Ya'ni bitta odam qilgan xatosiga demak hamma nogironligi bo'lgan shaxslar shunaqa ekan deb fikr kelyapti unga. Bu noto'g'ri fikr. Shuning uchun biz albatta buni ustida ishlashimiz kerak. Rahmat katta Dinora. Keyingi tinglovchimizga so'z beramiz. Tursunayga so'z beramiz. Go'zal, marhamat. KFCga yaqinroq ish bormi? Shu mayli faroshiy xodim tozalash bo'lsa ham ishlayman. Shahar qatida menga yaqinroq bo'lsa, shu bersangiz bo'ldi. Faqat uzoqroqda emas, shu yaqin atrofda bersangiz yaxshi bo'lardi, deyaptilar. Qayerda turadilar? Qaysi tumandalar? Olmazor tumanida Qoraqamish 2-5 da turadilar. Yotoqxonada turadilar, to'g'rimi? Karlar yotoqxonasi. Yo'q, o'zlarining shaxsiy uylarida turadilar. Bormi bizda Olmazorda shunaqa ishlar? Farrosh yoki boshqa shunga o'xshash yaxshi maoshli, balki farrosh emas, balki boshqacha yaxshi ishlardir. KFCda ishlamoqchilar bular. KFCda deyaptilar. Tozalik bo'lsa ham ishlayman KFCda deyaptilar. Bera olasizmi menga deyaptilar. Qarang, KFCda markazda joylashgan, u Olmazor tumani emas, Mirobod tumanida. Yetib bora olasizlarmi masofa? Jamoat transportidami, boshqadami? Bizga vaqtida ishga kelish. Da, borodinglar, faqat 78-avtobus o'tadi men tarafdan, o'shaning chiqa olaman. Bizning mezonlarimizga ish vaqtini so'rayaptilar, nechidan nechigacha deb. Ish vaqti smenalik, ertalabdan obedgacha bor 4 soat, obeddan keyin kechgacha ham 4 soat bor. O'zlari tanlab moslashuvchan ish jadvali. Xolasalar ertalab ishlaydilar, xolasalar obeddan keyin, xolasalar bir kun to'liq kun, bilmadim. Ertalab xohlaganim yaxshi deyaptilar, chunki obeddan keyin men onamlarga qarashim kerak. Shu menga ertalab normalniy 6-7 gacha bo'lsa ham ishlayman deyaptilar. Go'zal, Sarvar bilan iltimos shu ish izlovchimiz Tursunay bilan birinchi suhbat o'tkazinglar ofisda, Olmazor ofisida taklif qilib talablarni tushuntiringlar. KFC qo'yayotgan talablarini. Agar bizani uyaltirmasalar,
bemalol yo'naltirsak bo'ladi bularni. Onam tushuntiryapman, agar mazayat bo'lmay qolsa kasal bo'lishingiz mumkin emas deyapman. Aniq to'liq holatda ishlashingiz kerak deyapman. Hozir nechadan nechagacha ishlashim kerak? Menga shuni aytsang bo'ldi deyaptilar. Pensiyam kam, shu qayta hisoblatishim bor deyaptilar-da. Shunga Albatta, men diplomim bor deyaptilar. Maktab attestat bitirgan diplomlarim bor deyaptilar. suhbatga kelsanglar, birinchi suhbatga Olmazor ofisga, ish plusga, keyin batafsil ma'lumot beramiz shu yerda. Qachon ketim bo'ladi deyaptilar. O'zingizlar gaplashasizlar. Nimalarni olishim kerak? Gaplashasizlar. Qulay bo'lgan vaqtda o'zlariga. 9 dan 5 gacha. Rahmat kattakon deyaptilar. Rahmat. Rahmat. Xo'p, rahmat doktor. Rahmat katta. Keyingi tinglovchimizga beraman so'zni. Abdurahmonovna. Uzr. Marhamat, o'zingizni tanishtiring qisqacha va nima savolingiz bor? Abdurahmonovna. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Eshitamiz sizni. A'zolari, men farzandim bo'yicha ish so'rayotgan edim. Farzandim Olmaliq shahrida o'qigan, zaif eshituvchilik bo'yicha maktabni bitirdi. Oliygohga o'qishga kirdi. Mana bu yil diplomini oldi. Jismoniy tarbiya davlat universitetini bitirdi, tamomladi. Shunga ona dedi, ish menga ham topiladimi? Shu musada anaqalar rahbarlardan so'rab bering dedi. Ish bo'lsa ishlayman dedi. Davlat ishida, o'z sohasi bo'yicha ya boshqa ishdami ishlaydi deyapti-da. Siz Olmaliq tumanida ish kerakmi yoki Toshkent shahridami? Toshkent shahrida, Toshkent shahri bo'lsa ham bo'ladi. Davlat ishi, aynan davlat ishida. Shu davlat ishimi, o'zingiz Aynan davlat ishida. o'sha kepsi ishidami? Endi ko'rish kerak-da bola endi o'ziga ish topguncha bekorchi bo'lib qolmasin deyapman-da. Sohalari qanday? Sportmi? Ha, sohalar jismoniy tarbiya. Jismoniy tarbiya. Jismoniy tarbiya, sport. Jismoniy tarbiya. Bizda bormi shunaqa vakansiyalar? Jismoniy tarbiya, sportda. Hozircha jismoniy tarbiyadan yo'q, ammo 1-iyuldan boshlab hamma maktablarda ish o'rinlari taqsimlanishi boshlanadi. Xususiy maktabgacha ta'lim va o'rta ta'lim tashkilotlari allaqachon yangi o'quv yili uchun xodimlarni saralab olishi boshlagan. Agar sizni o'g'lingizga o'zingizni tumaningizdagi maktablardan yoki maktabgacha ta'lim tashkilotlaridan belgilangan kvota ish o'rinlarini so'rab murojaat qilsangiz, uyingizga yaqin hududdagi bo'sh ish o'rinlariga ham yo'naltirishingiz mumkin. Toshkent shahardagi o'rta ta'lim maktablari yoki maktabgacha ta'lim tashkilotlaridan jismoniy tarbiya to'g'risidagi vakansiya olinsa, biz saytga joylaymiz. O'g'lingiz bizda rezyumelarni qoldirganmi? Qoldirgan bo'lsa kerak, menga hozir silkasini tashlabda kirib gaplashing dedi. Hozir o'zi shaharda shu restoran bo'yicha mashina turargohida ishlayapti-da. Shunga familiyalarni ayta olasizmi? Ha, aytaman. Egamberdiyev Otajon. Qarang, siz ismingiz nima o'zi? Meniki Zuhra. Zuhra opa, qarang, birinchidan o'g'lingizni o'zi bu bizni ovozli chatda ishtirok etishlari kerak edi. Ya'ni tashabbus, xohish o'zlaridan chiqayotgan bo'lsa, o'sha rasmiy ishda ishlayman, davlat ishida, Matlub opa aytganlaridek, har bitta maktabda o'z qoidasi bo'yicha zaxiralanadi, nogironligi bo'lgan shaxslarga ish o'rni. Misol uchun jismoniy tarbiya o'qituvchisi ish o'rni zaxiralanishi mumkin. Hattoki shu Olmaliq shahrida ham. Misol uchun o'sha maktabda 20 tadan oshiq xodimi bo'lsa, umumiy 3% kvota ajratilishi kerak, zaxiralash kerak ishni. Misol uchun 100 ta xodim ishlasa maktabda 3 ta joyi nogironligi bo'lgan shaxslarga zaxiralash kerak.
Birinchi bizga kelgan fikrimiz shu jismoniy tarbiya o'qituvchiligiga yo'naltirish. Agar unga to'g'ri kelsa, chunki oliy ma'lumotli odam ekan, ya'ni siz o'g'lingiz oliy ma'lumotli diplomi borlarni maktablar qabul qiladi. To'g'rimi? Matbuotda yoki qanaqadir Bordim, ikkita maktabga bordim. Olmaymiz deydi, ishimiz ko'p deydi. Olmaliqqa o'zim o'qigan maktabiga ham bordim. Yo'q deydi, odam ko'p deydi. Bilmayman qayerga joylashtiraman bu bolani. Siz o'zingiz bevosita o'g'lingizni karyerasiga, shaxsiyatiga daxl qilyapsiz. O'g'lingiz mustaqil shaxs, o'zi murojaat qilishi kerak. Uni o'rniga siz murojaat qilishingiz o'zi ish beruvchini birinchi navbatda xodimga bo'lgan ishonchini yo'qotyapti. Agar bizni ma'lumot xizmatimizga bog'lansangiz yoki ofislarimizga kelsangiz, maxsus mana tarjimonlarimiz bor, birga xizmat ko'rsatamiz, o'g'lingiz bilan ishlaymiz, balki uni ishga topib yo'naltirarmiz. Kelishdik. Qayerga borish kerak, shuni aytib bering, men aytaman-da, u boradi, o'zi shaharda hozir. Men aytsam bo'ladimi shuni ma'lumot? Bo'ladi. Ikkita ofisimiz bor. Birinchisi Mirzo-Ulug'bek tumanida Inson ijtimoiy xizmatlar markazini ichida shundoq kirishda ish plus o'tiradi xodimlarimiz. Manzili Toshkent shahar Mirzo-Ulug'bek tumani, Yahyo G'ulomov ko'chasi 38-uy. Orientir o'sha Inson ijtimoiy xizmatlar markazi binosi ichida va o'sha yerga borsangiz bo'ladi. Mana Matlub opa ham o'sha yerda ishlaydilar. Amir Temur metrosining oldida, o'sha bekatda. Lokatsiyasi hammasi saytimizda bor, ko'rsangiz bor. ishplus.uz veb-saytimizga kirsangiz, keyin ikkinchi ofisimiz ham bor. Olmazor tumani ishplus ofisi Beruniy metro bekatiga yaqin joylashgan. Bu Olmazor tumani Inson ijtimoiy xizmatlar markazining ichida, binosini ichida. Birinchi qavat, 104-xona. Hamma ma'lumotlar bor saytimizda, shunda bosh sahifasida. Bo'ldi. Rahmat katta. Sog' bo'ling. Rahmat katta. Keyin birinchi maslahatimiz shu ishplus.uz veb-saytimizda rezyumelarini tayyorlashlari kerak. Uning uchun bizning ofisimizga kelishingiz kerak bo'ladi. O'zlari birinchi navbatda bular bilan birgalikda kelsangiz bo'ladi, lekin birinchi navbatda xohish, tashabbus o'zlaridan chiqish kerak-da. Ish beruvchi ham shunda keyin jiddiyroq qaraydi nomzodga nisbatan. Xo'p. Rahmat katta. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Keyingi tinglovchimiz Adhambek Chinoz. Marhamat. Keyin Chilashov Vitalik, keyin Sadiyaga so'z beramiz. Adhambek, marhamat. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizlarmi? Rahmat, sizni esladik. Men bir murojaat bilan chiqayotgandim. O'zimga murojaat qilgan uchun sizlarning kanalga kirmabdimi? Hop, bir tanishim magistraturani bitirgan ekan, ish qidirayotgan ekan. Shu magistraturada xususiy universitetda ish chiqmayaptimi? Maktabda ishlamayman deydi. Juda ham nozik nomzod ekanlar. Yo'q, endi nogironliklari qanaqa bilsak bo'ladi. Nogironligi anaqa oyoq bo'yicha. Endi ish tanlamaslik kerak aslida-yu, endi hamma odamni tabi har xilda. Bizni birinchi navbatda o'zlari murojaat qilsinlar. Shu 90-818-07-08 raqamimiz ishlayapti. 9dan soat ertalab 9dan 17:00 gacha yoqib turadi bu raqamimiz. Va ish plus pastga chiziqcha info Telegram anaqamizga ham yozsalar bo'ladi bemalol. Saytimiz ishlayapti, Telegram kanalimiz ishlayapti. Bemalol obuna bo'lib, o'sha yerda chop etilayotgan vakansiyalarni kuzatib borsalar bo'ladi. Keyin bizda keting. Demak, saytdagi bor vakansiyalar Telegram kanaliga ham joylanyapti. Albatta, avtomatik tarzda saytda chiqqan vakansiya doimiy Telegramda ham chiqadi. Biz yana saytda bir yangilik qildik. Kvotalangan vakansiyalar aynan nogironligi bo'lgan shaxslar uchun alohida ko'rsatilyapti. ishplus.uzga kirsanglar, alohida kvotalangan vakansiyalarni ham. Va biz yaqin orada siz Matlub opa aytganlaridek sezon kelyapti. Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi, ya'ni maktablar, maktabgacha ta'lim muassasalari o'sha iyul, avgust oylari vakansiyalarni ko'p e'lon qilishadi. O'sha maktabda ishlar bo'yicha vakansiyalar. Kvotalangan ishlarni ham ular ko'proq shu bo'yicha ishlashadi va biz o'sha aynan iyul, avgust oylarida ham ko'proq shu maktablar va maktabgacha ta'lim muassasalarida ishlab, ulardan vakansiyalarni olib, ish plus saytida ham chop etmoqchimiz.
Demak, xususiy universitetlar bilan vakansiyalarni olish sal murakkabroq. Demak, umid qilmasa ham bo'ladi. Xususiy universitetlardan ko'rganmidinglar vakansiyalar kvotalangan yoki yo'qmi? Xususiy universitetlardan olganmiz. Aynan ularda vakansiya kvotalangan ish o'rni emas, aynan sal boshqacharoq yuritilar ekan. U yerda ishlashi bitta muammosi tarafi o'qituvchiga talab juda yuqori. Biz yo'naltirgan o'qituvchilarimiz yetarli ball to'plasha olmagan suhbatdan o'tishga. O'shani hisobiga ularni o'tga ishga joylashtira olmaganmiz. Agar sizni nomzodingiz ofisimizga kelsa, biz suhbat ko'rsak, hujjatlarni rasmiylashtirib taqdim qilib ko'ramiz. Tushunarli. Eng yaxshisi shu biz bironta bir ofisimizga kelib, uchrashib, rejimesini tayyorlab, batafsil koordinatlarimiz suhbatlashgani bizga eng ma'quli shu. Chunki onlayn boshqacha. Xususiy universitetlarning talablari ham juda ham jiddiy va juda ham yuqori. O'shaning uchun o'sha xodimning malakasiga ham qaraladi nomzodda. Marhamat. Tushunarli. Rahmat. Omadinglarni bersin, charchamanglar. Sog' bo'ling. Keyingi so'zni Vitalikka beraman. Menimcha bular eshitish bo'yicha nogironligi bo'lgan shaxs. Videoni yoqishlari kerak bo'ladi. Chilashov Vitalik. Assalomu alaykum. Yo'q. Assalomu alaykum, eshitamiz. Men TSXda bilan nogironman. Menga ish yotoq joy bilan kerak edi. Matlubaga murojaat qildik. Matluba bitta plasma zavodga jo'natdi, lekin u yoqda qabul qilishmadi. Bir yordam bersanglar-chi menga. Vitalik, siz rostakam ismingizmi Vitalik Chilashov? Ha, Vitalik ismim. Vitalik. Rahmat katta murojaatingiz uchun. Matlub opa, bu nomzodimiz bo'yicha qanday nima gapira olamiz? Sizga murojaat qilgan ekan. Menga juda ovozlari yomon eshitildi. Nima masala bo'yicha murojaat qilganman dedilar? Qarang, plastmassa sexiga jo'natdingiz. Yotoqli joy bor so'ragan ekanlar, ish va plastmassa zavodiga jo'natgansiz. Plastmassa zavodi qabul qilmagan ekan ularni. Eshigini ochmagan plastmassa zavodi. Yo'q, ochdi, lekin chaqirishdi, keyin boshqa kelmayman dedi. Nimaga kelmagan dedi? Sababi? Yotoq joy kam ekan, yotoq joy olish kerak ekan, kravatlarni, o'shanga joy yo'q dedi keyin. Siz bu haqda bizlarni ogohlantirdingizmi o'sha payti? Ha, men sizga ham telefon qildim-ku, Shirzod отказ qilib ber dedi. Aha, keyin biz nima dedik? Topamiz dedik, bo'ldi, boshqa hech javob ham yo'q. Vitalik to'liq ismingizmi pasportdagi? Qanaqa yoziladi? Ha, men prosta Toshkentda yashaganman, mahallada o'shanga o'zbek tilini yaxshi bilaman-da. Uzr. Siz bo'l. Uzr, men ism bo'yicha e'tirozim yo'q, prosta biz hozir o'zimizni bazamizdan qilyapmiz sizni. Vitaliy deb, to'g'rimi? Ha. Chilashov Vitaliy, topdim sizni. Ha. Sizni Saropish bosh ofisdan yo'naltirishgan ekan, to'g'rimi? Ha. Shahodat zabravodga qilgansiz. Yakkasaroydagi o'yinchoq sexiga yo'naltirilgan ekansiz. Ha. Lekin unda keldim, ko'rdim, bir haftadan kelasan dedi. Shu bilan yo'q deyishdi keyin. Tadbirlar qo'shilmagan ekanda, shunda bordingizmi? Ishlamagan. Telefon qildim, lekin отказ qilib berdi. Bir haftadan keyin bordingizmi siz? Telefon qildim, u отказ qilib berdi. Ish yo'q sizga dedimi? Ha, ish yo'q dedi. Siz bu haqda bizni ogohlantirdingizmi keyin ikkinchi borasidagida? Telefon qildim-ku sizga, Matluba. Operatorimizga telefon qilgansiz Vitaliy aka. Bizda hozir bo'ldi, men Vitaliy aka sizni telefon nomeringiz bor bizda, hammamiz ma'lumotlaringiz bor. Biz vaziyatga oydinlik kiritamiz va sizga yotoqli joy bor, agar mana sexlar bo'lsa, sizga yaqin joyda, o'sha siz turadigan joyingizda. Yo'q, siz O'rta Chirchiq tumanidan ekansiz o'zi. Chirchiq shahar. Bo'ldi.
Sizga farqi yo'q, Toshkentda qaysi bir tumanda ish? Farqi yo'q, yotoq joy bo'lsa bo'ldi, ketib yotoq joyli ishni biz qarab ko'ramiz va sizga koordinatlarimiz qayta chiqishga harakat qilishadi. Rahmat katta. Xo'p, rahmat. Xo'p, rahmat. CRM bazada ham anaqa to'ldirib qo'ysak, tadbir qilib, bugungi gapirgan gaplarni. Shahodat, rahmat. Xo'p, rahmat. Men keyingi tinglovchimizga, Shahnoza gapirmoqchilar. O'zimizning imo-ishora tili tarjimonimiz. Shahnoza, siz gapirmoqchimisiz? Assalomu alaykum hammaga. Hurmatli ish izlovchilar, bu Vitaliy akaga ozgina qo'shimcha qilmoqchi edim. Bularda ozgina ish haqida ozgina muammo bo'lganda, biroz yana ofisga uchramaganligi ozgina bizani ozgina xijolat qoldi, lekin Vitaliy aka bizada telefon qildim deyaptilar. Telefon qildim deyaptilar. Matluba opaga. Bo'ldi. Qarang, bizada bitta yotoq o'rni bilan ishimiz bor, korobka ishlab chiqarish. 2 milliondan boshlanadi, 4 milliongacha. O'sha yerga yo'naltirib ko'rishimiz mumkin. U firmaning oti nima edi? Standart poligrafi ikkinchi to'chkalarida. O'sha yerga yo'naltirib ko'rsak bo'ladi. Standart pak MCG bu ularga yotoq o'rni bo'lgani bilan ish juda og'ir bo'lishi mumkin. Ularda jismoniy holatlari ko'tararmikin buni hozir? Ularga imkon qadar o'tirib ishlaydigan ishlarni tavsiya qilganmiz. Bu standart pakda jismoniy harakat bilan bog'liq ish. Tikka holatda turadi, qog'ozlarni oladi. Matluba juda past gapiryapsiz, sal balandroq gapiring. Jismoniy holatiga bog'liq demoqchiman. Ularga o'tirib ishlaydigan ish tavsiya qilgandik biz. Men TCHS bilan yuraman. TCHS bilan yuraman. Menimcha hozircha vaqt olmaylikda, ular bilan hozir shaxsiy, xususiy ma'lumotlarga ketyapmiz. Vitaliy aka, siz iloji boricha aloqada bo'ling ofislarimiz bilan. Bizni koordinatorlarimiz ham aloqada bo'lishadi. Sizga to'g'ri keladigan ishni, shu yotoq joyli ishni tavsiya qilishga harakat qilishadi yana qaytadan. Rahmat katta. Xo'p, rahmat. Sog' bo'ling. Tak, Sadiya obunachimiz, marhamat. 5 daqiqamiz qoldi. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. O'zingiz tanishtirsangiz va qisqacha savolingiz. Aka, men o'zbek filologiya yo'nalishida o'qiyman. Bu yil 3-kursni tugatdim. Keyin shunga ish kerak-da hozir. Keyin mana sentyabrdan davlat ishlarida ishlamoqchiman, o'qituvchilik maktablarda. Hozirgi mana 3 oylik kanakulga ham ish kerak edi. Talabalar bob ishlar bormi bizda? Matluba opa, Sarvar. Talabalarga yarim kunlik yoki bo'lmasam soatli ishlarimiz hozir mavjud emas. Lekin aynan talabalarga mos ishlar olsak, saytga e'lon beramiz. Yo'q, qarangda, hozirga menga talabalarga emas, 3 oylikka. Faqat sentyabrdan bu ana bo'laveradi talaba bo'lib, lekin hozirga chunki tugatdim-da o'sha o'qishni. Ko'z bo'yicha nogironligim bor aytmoqchi. Sadiya, qarang, men bitta narsani aytmoqchiman. Biz ma'lumot eshitgan bo'lsangiz kerak. Iyul va avgust oylarida biz aynan maktablar bilan ishlaymiz. Siz qaysi soha bo'yicha bitiryapsiz? 3-kurs qaysi bitiryapsiz? O'zbek filologiya, o'zbek tili. O'zbek filologiya, o'zbek tili va adabiyot, to'g'rimi? Uzr, gapirgandingiz, uzr, yana buni qayta so'rab oldim. Biz aynan shu o'zbek tili, adabiyot o'qituvchilariga vakansiya olishga harakat qilamiz. Siz qaysi tumandansiz? Qaysi viloyatdansiz? O'zi Farg'onadanman, Milliyda o'qiyman, Toshkentda, Beruniyda. Toshkentda ish qidiryapsiz, to'g'rimi? Yoki Farg'onada? Toshkentda. Biz kuzatib borsangiz kanalimizni, biz keyingi o'sha chatlarimizda ham aynan maktabda ishlash bo'yicha qilamiz iyul oyida. Har oyda bir marta qilmoqchimiz video chatlarni. O'sha iyul oyida avjiga chiqqan bo'ladi. Vakansiyalarni haqida o'sha Ishplusda ko'rib turing vakansiyalarni. Aka, lekin hozirga ham kerak edi-da menga 3 oylikka, 3 oyga. Iloji bo'lsa yotoqxonada ish bo'lsa. Ishplus Telegram kanalimizga obuna bo'lganmisiz? Mana shu Telegramgami? Shu Telegramga. Vakansiyalarni kuzatib turibsizmi? Kuzatyapman. O'sha vakansiyalar rezyumengiz to'ldirilganmi? Rezyumengiz bormi bizda?
o'tgan yili ana Mirzo Ulug'bekdagi nimaga borib to'ldirib kelgandim, lekin hech kim telefon qilmaganda. Biz sizga telefon qilishimiz nima deydi? Emas, siz bizga telefon qilishingiz kerak. Mana shunaqa ish e'lon qilingan ekan. Vakansiya Yo'q, menga ko'rdim. aytdi, agar deyishganida nomerlaringizni hamma yo'qlaringizni olib qolamiz anketangizni deyishgan. Agar birorta ishi bo'lib qoladigan bo'lsa, telefon qilishadi deganda, o'shaning uchun men kutganman telefonda. Sadiyani kim ishlagan? Sadiya bilan shunaqa deganmi deylar? Kim ishlagan? Mirzo Ulug'bekka borganman. Shahodat, Matlub opa, Shahnoza. Bu ish izlovchimizni to'g'risini aytsam tanimadim. Agar kelib shunaqa yoki suhbat bo'lganda sirasi biz tanigan bo'lardigani ham bilmadim. Shahodat, siz ishlaganmisiz? Ha, men ishlaganman. Nimagadir Telegramda nosozlik bo'lyapti-da. Sadiya bilan nima qilinganki, ularga telefon qilamiz degan ekansizlar, telefon qilmabsizlar keyin. Shunaqa deganmi deylar? Ha, biz mos ish o'rinlari chiqadigan bo'lsa, telefon qilishimizni ma'lum qilganmiz ularga. To'g'ri, men esladim bularni. Adashmasam, sizda ko'rish bo'yicha, to'g'rimi? Ko'rish bo'yicha nogironlar bor. Ha, ko'rish bo'yicha. Bu bilan esladim. Familiyangiz nima edi? Uzr, familiyangizni aytib olasizmi? Mahkamova. Tak. Sadiyami ismingiz? Yo'q, pasportda boshqa aka. Ha, bo'ldi, topdim. Naima Gulsharipova Mahkamova, shumi? Yo'q, Mahkam va Yulduz. Yulduz. Topdim. Yulduzxon Mahkamova, Abdurashid qizi. Ha, xuddi o'sha. Rezyume faol qilinmagan. Nima sababdan? Men unisini bilmayman. Menga o'sha yerda nima olib qolishgandi-da, o'sha bitta qizga uchrashgan edim. Ismini ham bilmayman-da, esimdan chiqib qolgan. Ancha bo'lib ketdi-da. O'tgan yili boruvdim-da. 1 yil bo'lib ketdi. Keyin 1 yildan beri o'qishda bo'lgansiz. Hozir endi bo'shadingiz, endi ish izlab boshladingiz. Biz ham o'zi endi esga tushib qolgan bo'lsak kerak. Ta'lim anaqalar qo'shilmagan nimadir? Ta'lim oliy ta'lim muassasalari, O'zbekiston milliyda adabiyot anaqalar qo'shilmagan. 1 yillik misol uchun ma'lumotga men hozir aniq bir nima deya olmayman. Nima sabab bo'lgan bunga? Nimaga bunaqa bo'lgani uchun aniq argument keltira olmayman to'g'risini. Qarang, zreniya men borganimda, o'sha zreniyasi unchalik emas, bitta opa bilan uchrashganman-da. Yo'q, demoqchiman, masalan, hozir qanday ismlarini ham bilmayman-da, haligi nimaligi uchun aytyapman-da, nima deydi, eslab qolish nimaligi uchun. Yo'q, bizda ham ko'p nomzodlar kelishadi, men koordinatlarimizni tushunyapman. Ya'ni siz rezyume qilgansiz, siz ham ba'zan topolmadim Yulduzxonni. Uzr ming bor. To'liq emas ekan rezyumelari. Rezyumeda xatolik bo'lgani uchun faol qilinmagan. Bu ish izlovchimiz bizga qayta bog'lansa, rezyumesini mukammal qilib mutaxassisligiga yo'naltirib ketishimiz mumkin. Rezyumelar to'liq emas ekanda, to'liq emas. Ha, o'shancha shekilli. Qaranglar, keyin menga Olmazor, men hozir Beruniydaman-ku. Mana shu yerda bor ekan Olmazorda. Men uni bilmaganman-da endi. Olmazor ishchi ofisi bor. Ha, shu qayerda joylashgan? Olmazor tumani hokimiyati bor, bilasizmi? Hokimiyatda, Olmazor tumani hokimiyatini. Ha, yo'q, so'rab topaman. Beruniy metro bekati 82 va 88 sonli avtobuslar boradi. Shu hokimiyat ichida Olmazor tumani inson ijtimoiy xizmatlar markazi bor. O'sha xizmat markazining binosi ichida 1-qavat 104-xona, Ish plus Olmazor ofisi. 82-88 avtobuslar, ha, boradi. Beruniydan kelsalar, men qo'shimcha qilmoqchi edim. 124-avtobus va 88-avtobus keladi. Bizning hokimiyat yaqin atrofida. 124-88. Ya, ana nomerlarni ham aytib yuboringlar. Menga 0708 edi, oxiri boshini aytdi. Qarang, yangi nomeringizni oling-da. Olmazor ofisi hali tiklanmagan, lekin yaqin orada ertaga tiklanishi kutilyapti. Hozircha 9 sonlik 818 0708. Bu hozir ishlayotgan raqamimiz. 818 0708. Ha, bo'ldi. 9 sonlik.
Olmazor ofisiga ham alohida raqam tashkil qilyapmiz. Uni ham yozib oling. Keyin ishlab ketadi u. 1-2 kunlar ichida. Hozir. Olmazor raqamini 90lik 975 0708 975 0708 Ha, Olmazor ha, tumani bo'ldi, ofisi. bo'ldi. Bu hali ishlamagan, 1-2 kundan keyin ishlab ketadi. Aha. Bo'ldi aka, Rahmat rahmat. katta. Keyin Sadiya rahmat katta. Men koordinatlarimizdan so'ramoqchi edim. Keyinchalik ham aytaman. Misol uchun ish plus o'sha rezyumelar to'liq bo'lmasa, uni to'liq faollashtirish kerak bo'ladi va misol uchun va'da berib qo'yishligimiz noto'g'ri-da o'zi. Chunki bizda nomzodlar juda ham ko'p keladi. Sizga qayta bog'lanamiz, kuzatib turing deb. Ularga aytish kerakki, ish plus Telegram kanaliga obuna bo'ling, vakansiyalarimizni nazorat qilib turing. Sizga ma'qul kelgan vakansiya bo'lsa, bizga qayta murojaat qiling. Deb shu gapni gapirsak, menimcha to'g'riroq bo'ladi, to'g'rimi? Chunki biz hamma nomzodlarga telefon qila olmaymiz, qayta telefon qila olmaymiz. To'ppa-to'g'ri. Shunaqa to'g'ri, lekin biz aytganimiz bilan foydasi yo'q-da. Mana misol uchun eski ishlash tartibimizda boyagi qayta bog'lanamiz deb aytilgan koordinatorlar tomonidan, chunki bu ham asosiy bo'lgan. Oldin ishdagi mana misol uchun ish izlovchilar soni bunchalik katta bo'lmagan, bazamiz bunchalik katta bo'lmaganda, hozir ularni o'zi qayta chiqishi bizga muhimroqda, chunki fizически koordinator eslab qololmaydi menimcha baribir. Bizga hozir ko'plab nomzodlar murojaat qilyapti, ham telefon, ham Telegram, ham o'zlari ofisga kelishyapti, koordinatorlarimiz ulgurishmayapti har bitta nomzodga yetarlicha vaqt ajratishga. Va har bitta nomzodda keyin eslab qolishmaydi ham. Biz yangi bazani tushirdik, ya'ni o'sha bazada to'liq ma'lumotlar har bitta nomzod haqida bor. Lekin baribir ham o'sha sizni qiziqish, ishtiyoq, xohish, motivatsiya sizlardan kelish kerak bizga. Biz sizlarga chiqishimiz kerak emas, chunki biz chiqa olmaymiz jismonan. Vakansiya ko'rdinglarmi? Sizlarga yoqdimi vakansiya? Ma'qulmi? O'zingizlarni loyiq deb topasizlarmi vakansiyaga? Telefon qilinglar, Telegramdan yozinglar, ariza qoldiringlar. Shu narsani menimcha shu yondashuvda ishlasak yaxshi bo'ladi hammaga. Mubina, sizga oxirgi so'z beramiz, keyin afsuski vaqtimiz tugagan. Shu bilan tamomlaymiz. Assalomu alaykum. Men Shayxontohur tumani KFC jamoasida tozalovchi haqida ma'lumot olmoqchi edim. Shayxontohur tumanida emas, biz tuman aytmaganmiz, Mirobod tumanida. KFC. Navoiy ko'chadagi KFCda tozalovchi. Shu yerda adres bo'yicha noto'g'ri ketib qolgan, shuni aytmoqchi edim. Ha, noto'g'ri ketgan. Qayerda ketgan adres? Kim xato qilgan? Chunki KFCda kiritilganda tepada Mirobod tumani, lekin manzilni o'zida urilganda Shayxontohur tumani Alisher Navoiy ko'chasi 60-uy turibdi. Ha, yo'q, ularning bosh ofisi mana shu yerda. KFC biza o'tga restoranga biz qabul qilmayapmiz. Faqat bitta restoranga qabul qilyapmiz KFCda. Bu ham bo'lsa o'sha Mirobod tumanidagi, men aniq aytmayman, chunki bizda birinchi suhbatimizdan sizlar o'tishingiz kerak. Shayxontohur Alisher Navoiy ko'chasi 39-uy, bu ular ro'yxatdan o'tgan, kompaniya ro'yxatdan o'tgan manzil, o'tdagi restoran. Chunki ularning bir nechta restoranlari bor Toshkent shahrida va biz faqat bitta restorandan boshlayapmiz ishni. Mirobod tumanidagi. Men Yunusobodda turaman-da, o'sha atrofda bo'lsa ham bo'laradi. Yunusobod, Mirzo Ulug'bek tumanlarida. Yunusobod, Mirzo Ulug'bek tumanida, Yunusobod tumanida tursangiz, Olmazor ofisi bilan bog'lanishni tavsiya qilamiz. Chunki Olmazor ofisimiz ishlaydi shu Yunusobod tumanidagi ish izlovchilar bilan. Sizga batafsil tushuntirishadi KFC ni qanday anaqalari. Sizda qanaqa holat, nogironlik holati? Bolalikdan nogiron, epilepsiya bo'yicha 2-guruh. Mehnat qilishda hech qanday anaqa muammolar bo'lmaydimi? Sog'lig'ingizga anaqa maydimi? Oldin ishlamaganmisiz shunaqa sohada? Sal sekinroq qabul qilaman. Oldin ishlamaganmisiz shunaqa sohada? Yo'q, ishlamaganman. Aha. O'sha Olmazor ofisimizni manzillarini aytib o'tdik. Siz ham kelib, uchrashib, rezyume qilinganmisizda ish plusda? Matlubopada danlilarim bor. Nomerini bering, Olmazor ofisinglarni. Nomer hali ishga tushmagani, lekin hozir yozib oling, 1-2 kundan keyin ishga tushib ketadi. 90lik. Ha, bu 975 0708.
bo'ldi boyayotgan ekan. Bo'ldi. Bo'ldi. 975 07 08. O'zingizni Kelganingizdan Telegram raqamimizga yozing, bizga lokatsiyamizni jo'natib qo'yamiz sizga. Manda qaysi ma'lumotlar borligini bilmoqchi edim bu ish izlovchimizni. Mubina, siz qaysi familiyangizni aytib yuborsangiz, biz qidiraylik sizni bitta bazamizda. G'ofurova Mubina Islomjon qizi. Kim? G'ofurova Mubina Islomjon qizi. 2003-yil. CRM bazada yo'li. Tak. Mirozolovbekka kelganmidingiz ofisga? 2023-yil. Topdim sizni. Tak, kelgan ekansiz Mirozolovbekga. Tak. Tak. Mubina G'ofurova Islom qizi topdim. Muqovachi mutaxassislik bo'yicha qidirayotgansiz? Ha, o'zi kasbim kutubxonachilik, muqovalovchi, kserokopiya, shunga o'xshagan kartotekar, shunaqa ishlar qidiryotgandim. Nimaga unda Alisher Navoiy kutubxonasiga biz vakansiya e'lon qildik? Hali bu vakansiyamiz yopilmagan, chunki u yerda aynan chet el bilan aloqalar bo'lib turgani uchun xodimlar ko'rib chiqilmayapti. Dushanba kuni ofisimizga telefon qilsangiz, biz gaplashib aytamiz vakansiyaga qachon suhbatga borishingiz mumkinligini yoki Yo'q, Olmazorga emas, Mirozolovbekga borsangiz ham bo'ladi, farqi yo'q. Kelmasangiz ham bo'ladi, ma'lumot xizmatiga telefon qilsangiz ham bo'ladi. Mirozolovbekga borgan bo'lsalar, o'tga borsalar bo'lmasa, CRM bazaga ham kiritib qo'yiladi ularniki. Shunaqa. Men topdim, rezyumelarni yuborib qo'ydim. Ofis. Rahmat. Siz borganmisiz Mirozolovbekga? Ha. Matlub opa ko'rganlar meni. Bo'ldi. Inson ijtimoiy xizmatlar markazining ichidagi Mirozolovbek ofisi, Mirozolovbek tumanida. O'sha yerga borasiz. Yani Amir Temur xiyoboni, Amir Temur metrosi. Amir Temur xiyoboni. Metrosi. Ofis. Rahmat katta. Men bugungi Inson ijtimoiy xizmatlar markazi binosi ichida, Mirozolovbek tumani. Inson ijtimoiy Mirozolovbek tumani, Yahyo Go'lanov ko'chasi 38-uy. Hammasi saytimizda bor. Saytga kira olasizmi? Ish Plus saytimizga. Ofislar. Tak, menimcha bugungi tugatamiz. Go'zal, sizga katta rahmat imo-ishora tili tarjimasi uchun. Donoxon Saidjanova, iltimos savolingiz bo'lsa, mana shu ovozli chat postimiz tagida izohlarda qoldiring, muhokama guruhida. Doni Bobo Mir ismli tinglovchilarimiz, iltimos hammanglar shu izohlarda qoldirsanglar, biz shu savollarga javob beramiz. Hammaga rahmat katta, koordinatlarimizga ham katta rahmat. Go'zal, sizga katta rahmat. Sog' bo'linglar. Keyingi oy iyul 1-haftasida yana ovozli chat qilamiz, payshanba kuni, xuddi shunaqa. Va ko'proq ma'lumotlarni yana shu paytdan beramiz. Rahmat katta. Rahmat Dilmurodga, salomat bo'ling. Imomali uzr, sizga ham rahmat katta. Rahmat katta. Bemalol. Charchamanglar. Rahmat.